Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va obunachilarim. Mana yana Universal kanalimda uchrashib turibmiz. Efirdaman Olimjon. Bugun 26 oktyabr 2025-yil yakshanba. Bir baliq oviga tushib boruvdim aylanib. Jabor Rasulov nohiyamizdagi Dehmoy savxozini Lenin kanallariga bordim. Baliq ovlari hozir ancha suz. Kanallarda suv qolmagan. Shunga aylanib yurib ov qilamiz. Bu roligimni tomosha qilinglar, like bosinglar, podelиться qilinglar, Universal kanalimga obuna bo'linglar. Baliq ovida mana kam urib turibdi. Bu pukki ham, bunisini ham tushib turibdi baliqlar. Hozir mana ko'ramiz nima tushadi. Urib turibdi. Ana oxirigacha yaxshi ilinib olsin. Unisini ham o'yin qilaytibdi. Ana ol oxirigacha ol. Qoldima deymanda shunisini bir tortib ko'raman hozir. Bir yaxshi karp tushdi mana balig'i. Yaxshi bo'ladi. Mana yuribdi yana shu pukki. Yaqa-vaqa sudrayapti-yu. Yaxshi ilinmayapti. Endi bunisini sudrab qo'yapti urib. Qani durusroq. Bu Sazan kanalda bitta bilib bo'lmaydi turib yaxshi urib qo'yadi-da bu. Bir mana yaxshi sazan oldim. Katta. Durust mana. Yaxshi sazan, yaxshi. Endi o bo'lib tursa bo'ladi. Katta. Urib turibdi bu pukki ham, sudrayib yuribdi. Maydalari o'yin qilyapti. Orasida kattaroqlari kelib qoladi. Menga qilib turib kattalari ham tushadi. Hozir o'yin qilib turuvdi. Mana shunday yaxshi baliq ilinadi. Bu baliq ovi Lenin kanallarida bo'lyapti. Suvlar ancha pasayib ketgan, kanallarda juda suv kam qolgan. Endi kun ham kech bo'lib qoldi, sekin qaytaman. Mana bugungi baliq ovimda bir shu katta sazan tushdi-ki, mana ikkita shapaloqdan kattaroq karp bo'ldi xolos. Mana shu bugungi baliq oviniki. O'lja yaxshi bo'ldi. Yomon emas, bo'ladi.